Assalamu qarindoshlarım. Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Mihray kitob o'qish minbaridan Shirin buloq sirasini bevos o'qib tarqatyapman. Biz yil o'qib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xabarchilari dushmanning harakatini inkas qildi degan temada to'xtab qolgan edik. Unda davomlashtiraylik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xabarchilari dushmanning harakatini inkas qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tog'isi Abbos ibn Abdulmutallib dushmanning barliq harakatlarini va lashkariy tayyorliqlarini boshdan oxir kuzatib turgan edi. Dushman Makkadan qo'zg'alib yo'lga chiqqan hamon u Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga jiddiy maktub yo'llab, dushman ahvolini tafsiliy xabar qildi. Abbos radhiyallohu anhuning elchisi masalaga jiddiy qarab, intayin tez surat bilan yo'l yurib, Makka bilan Madina o'tirsidagi 500 kilometrdek musofani 3 kundala besib, omonatni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'z beticha yetkazib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu chaqda Quba masjidida edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xatni topshirib olgandan keyin u Ubay ibn Kaib radhiyallohu anhuga o'qitqizib mazmundan vaqiflandi va uni hech kishiga tinmaslikni taplab qo'yib, aldirab Madinaga qaytdi. Muhojir va ansorlarning pishqadamlari bilan bu haqda fikrlashdi va maslahatlashdi. Musulmonlarning harbiy holatga o'tishi. Butun Madina umyuzlik harbiy holatga o'tdi. Erlar kecha-kunduz qurolliq yurdi. Hatto tuyuqsiz vaqalarga taqobil turish uchun namozlardanmi quroldan ayrilmadi. Ansorlardan bir bo'lak kishilar, ularning ichida Said ibn Maaz, Usayd ibn Huzayr tashkillanib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qo'g'dash vazifasini o'tadi. Ular kechalari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning eshik tubida qurolliq turib muhofazachilik qiladi. Yana dushmanlarning ushtumtut bostirib kirib, Madinada vaqa paydo qilishni saqlash uchun Madinaning har qaysi kirish egizlariga va chig'ir yo'llarga chorlug'uchi va muhofazachilar qo'yildi. Musulmonlarning chorlug'uchi qismi dushman harakatini kuzatish uchun mushriklar Madinaga hujum qilgan taqdirda mengish ehtimoli bo'lgan barliq yo'llarni navbat bilan aylanib chorlab turdi. Makka qo'shini Madina tabasiga yetib keldi. Makka qo'shini aslidagi g'arbiy cho'ng yo'lni bo'ylab mengib davomli olg'a ilgarilab Abwa degan yerga yetib kelganda endi binti Utba Zahda Abu Sufyan ibn Harbning ayoli deb eskartibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning onasining qabrisini ichib, uning jasadini qo'lab tashlab etish taklifini o'tirib qo'ydi. Biroq qo'shin rahbarlari bunda qilganda o'zlariga yomon oqibatning kelib chiqishidan ansirab, bu taklifni rad qildi. Ondan yana yo'lni davomlashtirib, Madinaga yaqinlab keldi. Bu yerda Aqd vodisidan o'tibla o'ngga burilib, mengib Uhud teqiga yaqin, ya'ni Madinaning shimolidagi Tuzang sho'liq zaminning Aynayin deb atiladigan bir yeriga kelib tushdi. Hamda mushu yerga harbiy bargoh tikib o'rinlashdi. Bu Hijriyaning 3-yili Shavvol oyining 6-kuni juma edi. Mudofaa plani haqida kengash. Madina ayg'oqchilari Makka qo'shini to'g'rilib, orqama-orqa xabar yetkazib turdi. Ayg'oqchilar eng oxirgi qitim ularning Aynayinga bargoh ta'sis qilganligini yetkazdi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mo'tabar sahobalarni yig'ib lashkariy kengash chaqirdi. Kengashda dushmanning bu qitimqi tajovuz harakatiga qarata qandoq taqobil turish haqida kengash ahli bilan ham suhbat bo'ldi va ularga shu kechasi ko'rgan mundaq bir tushini so'zlab berdi. Men inshaalloh yaxshi bir tush ko'rdim. Tushimda bir kala bo'g'izliqlikmish. Qilichimning bisi ozroq o'chib ketganmish va qo'limda nihoyat mazmut bir savutni mahkam tutib olqudakman, dedi. Va iliqi bo'g'izlangan kalani o'z ashabilaridan bir qancha kishiga qazo yetadiganligiga, qilichning ozroq o'chib ketishini
o'z jamiyatidan birining qazo qilindiganligiga va qo'lida ching tutib olgan yiliqi savutni Madina Munavvaraga o'rib o'z tushiga ta'bir berdi. U mundaq dedi: "Meningcha biz Madinadan chiqmay puxta mudofialanib turaveraylik. Navoda mushriklar hujum qilib kirsa, erlar ko'cha do'qmushlarida turib zarba bersin. Ayollar uy imorat o'gizlaridan tosh tashlab zarba bersin. Ammo bular birgohida yetiversa, bizga hech foyda ziyon yo'q. Mushriklar o'zlari chiqimdor bo'ladi", dedi. Bu nihoyatda dono fikr edi. Biroq o'ylamagan yerdan bu fikrga tunji bo'lib Abdullah ibn Ubay ibn Salul munofiqlarning katibishi qo'shildi. U bu kengashga o'zining Hazraj peshvolarining biri bo'lish sifati bilan qatnashgan edi. Aniqki, uning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu fikrni eg'izidan chiqarib bo'lguncha darhol uni qo'llab ifoda bildirishi hargiz uning bu fikrni harbiy strategiya jihatdan to'g'ri dono fikr bo'ldi deb emas, balki o'zini urushdan qochirib qilish fursatiga erishilish uchun edi. Ammo uning o'y planlarini hech kim bilmaydi. Allah Taala Abdullah ibn Ubay va uning odamlarini musulmonlar oldida tunji qitimliq hiyla sidla rasvo qilishni, ularning eg'izidan islomni da'vo qilib, ammo dillarida kufr va munofiqlarni yushirib yurayotgan rasullik niqobini yechib tashlashni va musulmonlarning beshiga kun tushganda tun sallarib ichida tipirlab qoladigan zaharlik yilon chayonlarni musulmonlarga bir qatim to'ntib qo'yishni xohlagan chig'i. O'ylamagan yerdan bu fikr rad qilinib ketdi. Badri urushida jangga qatnashish fursatidan mahrum qolgan bir bo'lak fozil sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga dushmanning oldiga chiqib urushish taklifini berib qattiq ching turdi. Hatto ularning ichidan biri so'z qilib: "Ey Rasululloh, biz uzundan beri mushundaq bir sharafli kunni orzu qilib kelyotdik va Allohdan tilab yuratdik. Oxir Allah bu kunni bizga muyassar qilibdi. Orzuyimiz amalga oshadigan bo'pti. Bizni dushmanning oldiga boshlab chiqqan. Ular bizni qo'rqdi deb qolmasin", dedi. Mushriklarning oldiga chiqib, naq maydonda bir taraf bo'lishni orzu qiladigan fidokor azmatlar ichida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'isi Badri urushida o'zining qilichbozligi bilan dong chiqargan Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu bor edi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Sana Qur'onni nozil qilgan Alloh bilan qasamki, men ular bilan Madina sirtida qilich so'qishtirmoqcha ig'izimga uvoq solmayman", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'p sonliq jamoatning fikri oldida o'z ra'yini izohlab o'ltirmadi. Natijada oxirgi qaror Madinada dushmanning tegish qilishini kutib o'ltirmay, naq maydonga chiqib, tig'ma-tig' mardona ilishqa tayin topdi. Musulmonlar qo'shini tashkillash va jang maydoniga yurish qilish. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'pchilik bilan juma namozini o'qidi. U o'z xutbasida jamoatchilikka vas nasihat qildi va ularni safarbarlikka kelib, jangovar va jiddiy holatda turishga chaqirdi. Musulmonlar sabrlik, subatlik va irodalik bo'lsa, g'alaba nusratlarining ularga mansub bo'lganligini uqtirdi. Hamda hammaylarni bir niyat, bir maqsadda tajovuzchilarning adabini berishga chaqirdi. Ko'pchilik payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ishorat va bishoratlaridan mamnun bo'lishdi. Juma namozidan keyin kishilar to'p bo'lib yig'ilishga boshladi. Madinaning yuqori tarafidagi aholimi kelib bo'ldi. Buninggacha namoz asrning vaqtida kirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan asr namozini o'qidi. Ondan u Abu Bakri, Umar radhiyallohu anhular bilan uyga kirib ketdi. Ular uyda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salla va jang kiyimlarini kiydirdi. Ondan u 2 soatni qo'shib kiyib, qilichini yoniga esib, hayvat bilan musulmonlarning oldiga chiqdi. Bu chaqda kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tezroq chiqishini kutib o'tadi. Chunki Said ibn Ma'oz bilan Usayd ibn Huzayr radhiyallohu anhumalar ko'pchilikka tabi qilib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni dushmanning oldiga chiqishga zo'rildinglar. Ixtiyorni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qo'ysak yaxshi bo'ladi,
degan bo'lg'achqa, ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldida oqsoqollik qilib, salg'aloqlarga pushaymon qilishib turgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hujrasidan chiqib kelib edi. Ular: "Ey Rasululloh, sening fikringga qo'shilmaslikqa haddimiz emas. Shunga o'zing chaqlab amr qilgin. Agar Madinada turishni yoqtirsang, shunda qilayli", deyishdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgan kishi urush kiyimini kiyib bo'lgandan keyin Alloh uning bilan dushman o'tirisini bir taraf qilmoqcha uni silib etishga bo'lmaydi, dedi. Va qo'shinni radga silib, ularni 3 qismga bo'ldi. Birinchisi muhojirlar qismi. Bularning alimini Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ga tutqizdi. Ikkinchisi Avs ansarlar qismi. Bularning alimini Usayd ibn Uzayr radhiyallohu anhu tutqizdi. Üçüncüsü Xazraj ansarlar qismi. Bularning alimini Hubab ibn Munzir radhiyallohu anhu tutqizdi. Qo'shin zabardas 1000 kishidan tarkib topdi. Ularning ichida 100 sautliq tömür kiyimlik va 50 otliq askarlar bor edi. Yana bir so'zda 1 otliq yo'q deyilgan so'zlar bor ekan. Izohat beribdi. Madinada o'z o'rnida jamoatga imomchilik qilishga va shahar ma'muriyatiga Abdullah ibn Maktum radhiyallohu anhu ni belgiladi. Ondan qo'shinga qo'zg'alishga buyruq berdi. Qo'shin shimol tarafga qarab yo'lga chiqdi. Said ibn Ubada bilan Said ibn Ma'as radhiyallohu anhuma ikkisi to'liq qurollanib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga haybat bilan qadam tashlab ketib boradi. Qo'shinni ko'zdan kechirish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Shiyxon deb atalgan bir yerga yetib borganda qo'shinni to'xtatib, ularni bir-birlab ko'zdan kechirdi. Yeshi kichik jang maydonining jafolarga taqat qila olmaydi deb qarqanlarni qaytirib etdi. Qayrilganlarning ichida Abdullah ibn Umar ibn Hattab, Usama ibn Zayd, Usayd ibn Zuhayr, Zayd ibn Sabit, Zayd ibn Arqam, bu yerda xilijiq ismlar borki, qatorliqlar bor edi. Zikr qilinishicha, ularning ichida yana Barai ibn Azib radhiyallohu anhu bor ekan. Biroq Sahibul Hari deki hadisda uning jangga qatnashganligi ko'rsatildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Rafi'i ibn Hadij bilan Sumra ibn Jundub radhiyallohu anhularga yeshi kichik bo'lsa-mu urush qatnashishiga ruxsat qildi. Sababi Rafi ibn Hadij radhiyallohu anhu usta margan edi. Uning bu alayligini nazarda tutib, jangga qatnashishga ruxsat qilgan edi. Buni ko'rgan Sumra ibn Jundub radhiyallohu anhu o'rnidan turib, "Men Rafi'ni kuchlik chilsam, uni cho'qim yengaman", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu gapni anglab kulib soldi va "Undaq bo'lsa, ko'z oldimizda chilishib beqinglar", degan edi. Rafi ibn Harij bilan Sumra ibn Jundub radhiyallohu anhuma o'rnidan turib chilishdida hash-pashtigacha Sumra ibn Jundub Rafi'ni yiqitib tashildi. Buning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Sumra ibn Jundub radhiyallohu anhu urushga qatnashishga ruxsat qildi. Uhud teg'i bilan Madina oralig'idagi qunalg'u. Mush yerda kech kirib go'him tushib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shin bilan namoz shamni o'qidi. Arqadan xubdan namozini o'qib, shu joyda qunib qoldi va 50 kishini tanlab baragah atrofini qo'g'dashga qo'ydi. Ular shu atrofda aylanib yurib qarovullik qildi. Bularga Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu mas'ul qilindi va Zakwan ibn Qays radhiyallohu anhu maxsus payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qo'g'dashga mas'ul bo'ldi. Abdullah ibn Ubay va uning odamlarining osiylik qilishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tong yurishdan xeyli ilgari qo'zg'alib, Savid degan bir yerga yetib borganda bomdod namozni o'qidi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dushmanga xeyli yaqin berib qolgan bo'lib, har ikki taraf bir-birini aniq ko'ra oladi. Dal mushu yerga kelganda munofiq Abdullah ibn Ubay isyon ko'tarib,
biz qachongacha o'zimiz o'limga tutib berib yurimiz. Allohning payg'ambari bo'lgan kishimi o'z fikrida ching tura olmay, boshqalarning gapiga kirib ketsa, deganni bahona qilib, qo'shinning 3dan 1 qismini 300 dak jangga yaraydigan kishini qaytirib ketdi. Shek shubsizki, uning bundaq halqiliq paytda qo'shindan ayrilib, o'zini chatga elishi hargiz bu munofiq aytgandek payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z fikrida ching tura olmay, boshqalarning gapiga kirib ketganligidan bo'lgan emas. Agar ish u degandek bo'ladigan bo'lsa, u musulmonlar qo'shini bilan mushu yergacha hargiz bila chiqmagan bo'ladi. Balki qo'shin Madinadan qo'zg'algandala qeyb qolsa bo'ladi. Biroq uning mushu yergacha musulmon qo'shinining oldingi sepiga tizilib chiqib, mushundaq halqiliq payt kelganda qo'shindan osiylik qilib, jang oldida chekinib chiqib ketishdiki, maqsadi dushmanning ko'ziga ko'rsatib, quliqiga o'ngitib turib, musulmonlar qo'shinini ichida malamanchilik va ruhiy davolg'ish paydo qilish edi. Shunda qilganda musulmon qo'shinining ko'p qismi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tashlab ketib, qalatida qolganlarning ruhi sunib, irodasi bo'shaydi. Aksicha, bundaq manzarani ko'rgan dushman taraf qinqidiq patmay qoladi da, natijada bu vaziyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni chin dilidan so'yguchi, samimiy, oq ko'ngil sahobalarni yo'qotishga foydali bo'ladi. Bular yer yuzidan g'oyib bo'lsa, Madina tabasidagi huquq, riyosat deganlar ashu munofiq uning odamlarining quliga qaytib kelishga sharoit hozirlanadi. Əmliyyətimi bu munofiq ko'zlagan maqsadiga yetkili tasliq oldi. Afs qabilasidan Bani Haris aymiqi va Xasraj qabilasidan Bani Salama aymiqi qatorliq 2 jamoat kishilarmi chekinib qaytmoqchi bo'lgan edi, lekin Alloh taolo bu 2 qabila kishilarni o'z panohida saqladi. Ular ruhiy jihatda qattiq davolg'ib, ishki tashqi iqvollarning ozdirishi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tashlab qaytish irodasiga kelgandan keyin to'xtab qolishdi. Bular haqida Alloh taolo mundaq deydi: O'z vaqtida sizlardan 2 guruh, ya'ni Salama aymiqi bilan Bani Harisa aymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Allah ularning madadkori edi. Mo'minlar jimi ahvoli va jimi ishlarida Allohga tavakkul qilsin. Qur'oni Karim sura Al-Imron 3-sura 122-oyat. Abdullah ibn Haram raziyallohu anhu bir izohat baki Jabir raziyallohu anhuning otasi. Bu munofiqlarga mushundaq jiddiy paytdagi majburiyatni asıltib qo'ymoqchi bo'lib, ularning keynidan bordi va ularga safga qaytish to'g'risida nasihat qilib, qaytinglar, Allohning yo'lida urushga qatnashinglar. Hech bo'lmaganda mudofiya bo'lsa-mu turib beringlar, dedi. Ular biz urush bo'lganligini bilsak qaytmaydik, endi bu yerga kelib bo'ldik, deb yuz o'rib mengishdi. Shuning bilan Abdullah ibn Haram raziyallohu anhu Alloh sizlarni yiroq qilsin. Ey Xudoning dushmanlari, Allah o'z payg'ambarini sizlarning yordamidan cho'qim behojat qilg'usi, deb qo'yib qo'shin qaytdi. Bu munofiqlar haqida Alloh taolo buni oyatni nazil qildi. Munofiqlarni bilish, ya'ni ayirish uchundirki, ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'dinglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga agishatdik, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdi, dedi. Shu kunda ular imonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlardi, dedi. Ular yoshirganni, ya'ni niqoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Qur'oni Karim sura Al-Imron 3-sura 167-oyat. Musulmonlar qo'shini Uhud teg'ida Abdullah ibn Ubay boshchiligidagi munofiqlar qiyin paytda isyon ko'tarib, jang maydonidan chiqib ketgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qolganlar bilan dushman tarafga qarab ilgirladi. Mushriklar qo'shinining bir qancha joydagi bargohlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Uhud teg'i oraliqini to'sib turadi. Shung u kim bizni dushmanga
uchrashtirmay ularning orqa tarafiga boshlab chiqalaydi degan edi. Abu Haysama raziyallohu anhu men boshlab chiqay, Rasululloh deb qo'shinning oldiga o'tib yo'l boshlab mangdi. U dushmanning bargohini kun petish sol tarafga tashlab, o'ng qo'lni besib mengib Bani Harisa aymig'i tavasidagi tashliq va itisliqlar bilan Uhud teg'iga asala chiqib bo'ladigan bir chig'ir yo'lni bo'ylab mangdi. Qo'shin bu yutkilishda Mirbad ibn Qayzi Zahati u ko'zi ko'r munofiq edi. Ning beg'idan kesib o'tishga to'g'ri keldi. U musulmonlar qo'shinining hovlisiga kirganligini sezgandan keyin qattiq chalvaqab, musulmonlarning yuziga to'p chechib, ohanat qilg'ili turdi. U mundaq deydi: "Har qancha Rasululloh Allohning payg'ambari bo'lsangmi, beg'imga kirishga yo'l qo'ymayman." Bu gapni anglab, bir qancha kishi uni o'ltirgili qilishlarini sug'urgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Uni o'ltirmanglar. U degan dili ko'r, ko'zi qarg'u odam ekan" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shin bilan bu yerdan o'tib, vodining Madinaga yiroq chetidagi Uhud teg'i bag'riga berib tushdi va mush yerga oldini Uhud teg'iga keyinni qartib bargoh tikdi. Natijada dushman qo'shini musulmonlar bilan Madina o'tirisida fasil bo'lib turdi. Mudofaa plani. Bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinni safarbar qildi. U ularni safga tizib, jangga tayyor turg'izdi. Ondan ularning orasidan 50 tek o'qyachi marganni tanlab, o'qyachi qism tashkillandi va oldingi yili Badri urushida qatnashgan Abdullah ibn Jubayr ibn Nuiman Ansari raziyallohu anhuni bu qismning qo'mondoni qilib tayinlab, Qanot vodisining janub qirg'iga musulmonlar qo'shini qo'mondonlik o'rnining sharqiy janubiga taxminan 150 metr keladigan yerdagi tog', ya'ni tuvanda bu tog' o'qiyachilar teg'i deb ataldi ekan. Izohat beribdi. Ustidan o'rin ilishga buyurdi. Buningdagi maqsad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'qiyachilar qismiga aytganidek dushman otli qo'shinning orqadan hujum qilishini to'sish uchun edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu qismning qo'mondoni Abdullah ibn Jubayrga alohida topilib, bizni o'qiya kuchi bilan dushman otli qo'shinning zarbasini qo'g'digan. Ular orqa tarafimizdan kelolmasin. Mayli g'alaba qilayli, mayli mag'lub bo'layli, sen o'rindan ayrilmagin. Biz sen tarafdan xotirjam bo'layli, dedi. Ondan o'qiyachilarga yuzlik buyruq qilib, sizlar orqa tarafimizdan obdan qo'g'danglar. Navoda biz mag'lub bo'lib ketsak, yordamga kelmanglar. G'animat olg'ili boshlasak, yig'ilishib berayli demanglar, dedi. İmam Buxoriy rahimahullohning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga: "Gerçi bizning jasadlarimizni yirtqich qushlarning titib yeganligini ko'rsanglarmi, men odam avatmigicha o'rninglardan ayrilmanglar. Mayli g'alaba qilib dushmanning gejgisiga qilich ursaqmi, men odam avatmigicha o'rninglardan ayrilmanglar" degan deyiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'qiyachilar qismini yuqorqidek keskin ham qat'iy buyruqlar bilan strategiyalik o'rni ana shundoq muhim bo'lgan bu taqqa o'rlashtirish orqali mushriklar otli qo'shinning musulmonlarga orqadan hujum qilib, fidoilar qo'shini oldida hujum qilib tang qo'l silish va qurshab yo'qotish xavfi bo'lgan birdan bir cho'ng yo'chiqni atdi. Ondan qolganlarni qismga bo'lib, o'ng qanot qismiga Munzir ibn Amru raziyallohu anhuni, sol qanot qismiga Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhuni qo'mondon qilib tayinladi. Miqdad ibn Asvad raziyallohu anhuni Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhuga yordamchi qilib berdi. Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu boshchiligidagi qismga asosliq Xolid ibn Valid boshchiligidagi dushman otli qo'shiniga taqobil turish vazifasi yuklandi. Qo'shin ichidan bir bo'lik Batur azmatlarni tanlab, oldingi safga o'rinlashtirdi. Bu haqiqatanmi to'g'ri va inchga o'rinlashtirish bo'lgandiki,
Uningda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning harbiy ishlarga yetakchilik qilishdagi qobiliyati yana bir qatim namoyon bo'ldi. Har qanday harbiy olim mayli uning iqtidori qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar, uningdan puxta va tafsiliy o'rlashtirish qila olish natoyin. Alayli Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jang maydonida dushman qo'shinidan xeli keyin yetib kelgan turuqliq jang qilishga eng apli joyni tanlab egalladi. Arqa va o'ng tarafini egiz taq tizimlari bilan atdi. Sol tarafdagi yuz berish ehtimoli bo'lgan tuzlanglik xavfi bo'shliqini o'qiyotchilar qismini o'rlashtirish bilan to'ldirdi. O'zining qo'mondonlik o'rni uchun tasodifiy musulmonlarga mag'lubiyat yuzlanib qolsa, dushmanning qo'qlab zarba berguchi qismining changiliga tushib qolmay, chekinib mudofaalanib oldiqli bo'ladigan, ammo dushman taraf bu joyni egallamoqchi bo'lsa, ig'ir talafotga uchraydigan o'rni egiz strategik bir joyni tanlab bekitdi. Dushmanlardan bo'lsa, ular musulmonlarga g'olib kelgan taqdirdami, osonlikcha urush mevasini qo'lga kelib tushira olmaydigan mag'lub bo'lgan taqdirda musulmonlar qo'g'lab zarba berguchi qismning changilidan qochib qutulmaydigan tuvan bir o'ymonliq qoldirdi. Shundaqla qo'shinning son jihatdagi ozligi sahobalar ichidagi yaramliq, botir azmatlardan bir bo'lik kishilarni tanlab oldingi safga o'rlashtirish orqali to'liqladi. Mana shunday qilib Hijriyaning 3-yili Shavvolning 7-kuni shanba sahar Madina qo'shinining jang tayyorligi asos jihatdan bitdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'shinga jangovarlik ruhi baxsh etganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinni toki o'zi buyruq tushirmagicha oldirab qo'l silishdan to'sdi. Ustiga 2 soatni qo'shlab kiyib, jangovar qiyofatda qo'shinning oldiga chiqib, ularni jangga rag'batlantirdi va amaliy kuch chiqarib, dushmanga yo'liqqanda qat'iy subatliq bo'lish, jasorat ko'rsatishni talab qildi. U qo'shinning jangovarlik ruhini urg'utib, qo'lidagi yaltirab turgan qilichini pulangitib, kim bu qilichni qo'liga elib, uning haqqini o'z joyida ado qila oladi degan edi. Bir qanchadan ularning ichida Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam, Ömer ibn Hattab raziyallohu anhular bor edi. Men Rasululloh deb oldiga chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning hech qaysisiga teqicha ifoda bildirmagan edi. Abu Dujana asli ismi Simak ibn Harshana deb izohat beribdi. Raziyallohu anhu sabdan chiqib, Rasululloh, bu qilishning qandoq haqlari bor deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam toki dushman orqaga chekinguncha to'xtamay ursin, uning haqqi shu deb edi. U undaq bo'lsa menga bergin, uning haqqini men ado qilay dedi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qilishni Abu Dujana raziyallohu anhu berdi. Abu Dujana raziyallohu anhu jangi mahir, botir, azimat edi. Jangni ko'rsa, tanlari yayrab, yuraklari o'ynaqlab ketadi. Uning bu qizil balbaqi bor bo'lib, u yiliqi balbaqni beshiga o'risila, kishilar uni jinni olqiniga ilib qo'yib urushmoqchi deb biladi. Bu qitim u Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qilichini qo'liga ilib, yiliqi qizil balbaqini beshiga o'ridi va mardona qiyofatda o'tirg'i chiqib, salmoq qadam tashlab, saplarni oralab mingib chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu chaqda Alloh uning bu mingishlarini mushundaq so'rinda yoqtirdi dedi. Makka qo'shinining jang tayyorligi. Ammo mushriklar qo'shinlarini lashkariy intizom bo'yicha o'rlashtirdi. Abu Sufyan qo'shinining oliy bosh qo'mondoni bo'ldi. O'ng qanot qismiga Xolid ibn Valid, sol qanot qismiga Ikrama ibn Abi Jahil, piyodalarga Safron ibn Umayya, o'qiyotchilar qismiga Abdullah ibn Rabiyalarni mas'ul qo'mondon qildi. Alam Abdudar jamoatidan subatliq deb atalgan nuzgum kishilarga topshirildi. To'xtanglar, bu yerda bir xatolik bo'lib qoldi. Alam
Abdudar cemaatidan subatlıq deb tonulğan bir türküm kişilərə tapşırıldı. Xata oxub qaptım, keçirsizlər. Əməldarlıq şu cemaatning kitabımızning beshida aytgandek Abu Dumannafning avlodlari Busi Fusay ibn Kilabdan miras qolgan amal mansablarni bilishib olgandan beri deb izohat beribdi. Ötəb kelib atqan ata miras vazifasi edi. Ajdoddan avlodga miras qolgan tarixiy an'anaga hurmat qilish yuzasidan hech kishi bu imtiyozni tortib olishga petinolmaydi. Lekin bu qitim qo'shinning oliy rahbari Abu Sufyan ibn Arab bu jamoat kishilarining g'azab nafratini qo'zg'ab, o'g'isini qaytib, irodasini chingitish maqsadida Badr vaqasida Qurayshlarga yetgan ig'ir talofatlarni shu jamoatdan bo'lgan amaldor Nazir ibn Arisning musulmonlarga asir tushib qolganligiga bog'lab mundaq dedi. Ey Abdudar jamoati, alamni Badri kunimu sizlar ko'tirganinglar ko'rib turibsizlar. Badrda bizga ig'ir talofat yuzlandi. Qo'shinning hayot mamoti alamga bog'liq. Alam yiqilsa, qo'shin yiqiladi degan gap bor. Shunga alamni ching tutib, bizni xotirjam qilinglar. Yoki uni bizga o'tkazib beringlar. Biz sizlarni xotirjam qilaylik. Abu Sufyan bu qatim chotni dal joyda so'qqan edi. Abdudar jamoatining odamlari uning gapidan qattiq g'azablanib, norozi bo'ldi va uningga yupurilib, "Texi biz alamni sana topshirib berimizmi? Bizning nima qildig'imizni urush bo'lganda ko'rgin" deyishdi. Abdudar jamoati o'z va'dasiga haqiqiy amal qildi. Ular jang rost keskinlashib, asosliq yo'qotish nishoni qilingan ahvoldimi, jon jahli bilan ching turib, oxir hammasi yo'qotildi. Quraysh doiralarining siyosiy hujum qo'zg'alganligi. Jang chaqmaqi chiqilish oldida Quraysh doiralari musulmon qo'shinining birligini parchalash va ularning sepida bilgunchilik, inoqsizlik paydo qilish uchun bir maydon siyosiy hujum qo'zg'adi. Dushmanlarning oliy rahbari Abu Sufyan ibn Harb ansarlarga maktub yo'llab, bizga o'z pushtimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam demakchi, "Ne topshirib beringlar, biz qaytib ketaylik. Sizlar bilan urush niyatimiz yo'q" dedi. Lekin tog'dek mustahkam iymon oldida bundaq hiyli nayranglar nimaga kor qilatdi? Ansarlar Abu Sufyonga javob qaytarib, qattiq dakkisini berdi va quliqiga o'ngiltib ohonat qildi. Urush vaqti yiqilishib, ikki taraf divaylab kelmoqda edi. Quraysh doiralari oldinqiga o'xshash yana bir maydon siyosiy hiyla nayrang o'yini o'yindi. Olja Hain Abu Amir asl ismi Abdu Amri ibn Sayf. Jaholiyatda u rahib deb ataladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni uni fasiq deb atalgan. U ansarlarning Aviz qabilasidan bo'lib, jaholiyatda shu qabilning qabila boshlig'i edi. Madinada islom dini umlashib edi, u buningga chidamadi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarata adovat e'lon qilib, Madinadan chiqib ketdi. Ondan Udul Makkaga berib, Quraysh doiralari bilan burun yalishib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi urush qo'zg'ashga chaqirdi va hamda ularga, "Mening qavmim sizlarni boshlab chiqqanligimni ko'rsa, cho'qim Muhammadni tashlab biz tarafga o'tadi" deb va'da qilgan edi. Ondan u tunji bo'lib Oqqun Hubaysh Makkalik yollanma sayoq askarlar qatoriga o'zini tizimlab musulmonlarga qarshi urushga qatnashgan edi. U unlik tovladi va o'z qavmiga tonishlik berib, "Ey Aviz jamoasi, men Abu Amir bo'laman" dedi. Aviz qabilasining odamlari uningga, "Yaxshilik ko'rmagaysan, ey pasif, ey pasiq" deyishdi. Abu Amir, "Siz qavmim, mendan qilib qattiq buzlibsizlar" dedi. Keyin u urush ras qizganda aloyidan o'z jamoatini izlab berib, shularga qilich tangladi va tosh otdi. Mana shunda qilib Quraysh doiralarining musulmonlar sepiga tabriqchilik selish uchun qo'zg'agan ikkinchi maydon siyosiy hujummi barbod bo'ldi. Qurayshlarning bu hili nayrang o'yinlarini
o'ynashi son va sifat jihatda musulmonlardan ko'p ustun bo'lganligi bilan yanada qo'rqinish vahimadan yuraklari pulanglab xavfsirab ketganligidan derak beradi. Quraysh ayol askarlarining jang qizg'inligini yuqori ko'targanligi. Quraysh ayol askarlari bu qitimqi harakatda o'z rolini to'liq joriy qildirdi. Abu Sufyanning ayoli Indipetni O'tba ularga yetakchilik qiladi. Ular jang saflarini aralab yurib, g'azal aytib, usul o'ynab, dop chelib, askarlarning jangovarlik irodasini yuqori ko'tardi va urushga qiziqtirib, qaram talvalarning qahr g'azabini qilishboz va mubarizchilar bu nonda tushuntirishda jang boshlanishdan burun ikki taraf qo'shini o'tirsida yakmu-yak elishquchilar degan ma'nosi bor ekan. Ning qinini qizitdi. Ular birdam amaldorlarga qaratib Abdudar yigitlari hoy hoy hoy, arqsab yimatlari hoy hoy hoy, yaltiroq shamshar bilan ichinglar qisas o'ti. İçinglar qisas o'ti hoy 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 degan she'rni o'qsa, yana birdam qo'shinni jangga qiziqtirib, olg'a bossang so'yarmiz hoy hoy hoy, tushak bo'lib bag'ashlab hoy hoy hoy, agar qassang qochirimiz, urib tepib qachatlab hoy 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 debdi degan she'rni o'qiydi. Tunji jang ushquni ikki taraf divaylab kelib orliq yaqinlashdi. Her iki taraf qator saf tartib turib, dal mushu paytda mushriklarning amaldori Talha ibn Abi Talha maydonga sakrab chiqib, tunji bo'lib jang pelikiga o't yoqdi. Bu Quraysh chavandozliklari ichida eng qaram, eng botir degan nom bilan to'nilgan Talva polvon edi. Musulmonlar uni qo'shin sarkisi deb ataydi. Talha rosa kelishgan bir nar to'giga minib, mubariza talab qilib maydonga tushdi. Musulmonlar uning yuqori shijoatini bilgachga bir oz tap tartqanchig'i sap timtasliq cho'mdi. Lekin saplarni oralab oldiga chiqqan Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu bu jimjitlikni buzdi. U Talhaga qarshi maydonga tushib, yugurgan peti yo'l bostak sakrab berib, uning to'gisining keyniga minib oldi. Onda uni hash-pash deguncha pomdoqlab, yerga yiqitib, qilich bilan qilisini uzib tashlab etdi. Maydonda pilakka yetgan guldiras takbir sadosi yangradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zubayr raziyallohu anhuning bu himmatiga ofrin o'qib, har bir payg'ambarning qo'g'dug'uchisi bo'ladi. Mening qo'g'dug'uchim Zubayr ibn Avvam dedi. Müşriklar alamining atrofida keskin jang bo'lganligi va amaldorlarning hammasining bir-birlab yer tishlaganligi. Talhaning o'ldirilishi bilan tang urush o'ti yamrab ketdi. Jang maydonining hamma yerda ikki taraf keskin tutishdi. Urushning o'ldirilish chaqi müşriklar alamining atrofida ko'prak aylandi. Abdudar jamoatining odamlari o'zlarining bosh sarkardasi Talha ibn Abi Talha o'ldirilgandan keyin orqa-orqadan maydonga tushib, alamni yiqitmay ko'tarib, o'z burchini ado qildi. Alamni Talhadan keyin uning qarindoshi Osman ibn Abi Talha ko'tardi. U maydonga tushib, mundaq ikki misra she'rni o'qidi. Alamdarlarga majburiyat alamni qad ko'tarmakdir. Zafar ila qo'chib g'alba yo sharaf ila o'lmakdir. Uningga qarshi Hamza ibn Abdul Mutallib raziyallohu anhu maydonga tushib, hash-pash degicha uning bir qo'lini bir qancha yon qo'g'isi bilan bo'qtirib, kindik tuvigacha yeribatdi. Natija uning o'ksisi ochiq ko'rinib qoldi. Ondan alamni Abu Said ibn Abi Talha qo'liga elib, egiz ko'tarib pulangat qildirdi. Said ibn Abi Raqqas raziyallohu anhu rasa challab bir pay o'q uzgan edi. O'q naq gajgisiga tegib, uning tilini chiqirvatdi.
u o'rnidan qo'zg'almayla jon uzdi. Yana bir rivoyatda bir izohat beribdi. Abu Said maydonga tushib mubaziriza talab qilgan. Uningga qarata Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu tushib bir ikki qilich so'qishibla uni jahannamga uzib atgan deyiladi debdi. Abu Said ibn Abi Talha yer tishlagandan keyin alamni Musafiya ibn Talha ibn Abi Talha ko'tirdi. Bu alamni qo'liga ilishig'la Asim ibn Sabit raziyallohu anhu bir pay o'q uzib uning po'r terikini yachaq o'qi bilan shaxiltib qo'ydi-da, u mullaq atdi. U yiqilgan hamon alamni uni qeyrindishi Kilab ibn Abi Talha ko'tirdi. Uningga Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu chiqqan edi. Ikkalan ozroq tirkishib, oxiri Zubayr raziyallohu anhu g'olib kelib, uning beshini uzib atdi. Ondan alamni mazkur ikkalarning 3-qeyrindishi Jallas ibn Talha ko'tirgan edi. Uningga musulmonlardan Talha ibn Ubaydallah raziyallohu anhu bir naysi urib jindan juda qildi. Mana bu 6 nafar alamdor bir oila kishilar bo'lib, hammasi Abi Talha ning avlodlari edi. Ular mushriklarning alimi atrofida qator yotqizib etildi. Bu bir oila kishilari to'liq tugandan keyin alamni Abdudar jamoatidan Arta ibn Shurahbil degan kishi ko'tirdi. Uni Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu o'ldirdi. Ondan alamni Surayif ibn Qariz ko'tirdi. Uni Qazmon o'ldirdi. Uningdan keyin alamni Abu Zayd qo'liga elib edi, uni Qazmon o'ldirdi. Ondan alamni Shurahbil ibn Hashim ko'tirgan edi, uni Qazmon o'ldirdi. Mana bu alamdorlar jamoatidan bo'lgan 10 kishi bir qoldirilmay to'liq yo'qtilg'ashqa alamni ko'tirdiganlar bu jamoatdan odam chiqmadi. Shuning bilan mushu jamoat kishilarining birining Savob ismli bir qora tanlik qo'li oldiga chiqib alamni tik ko'tirdi. U shundoq jasorat va shijoat ko'rsatdiki, uningdan ilgari o'ldirilgan amaldor xo'jayinlarning hech qaysi buningdek subatliq va chidamliq ko'rsatmagan edi. U alamni ko'tirib davomli urishdi. Hatto bir chaqda qo'li kesib tashlanib etildi. Alam hodisni bo'yni bilan mo'risiga qisib alamni yiqilishdan qo'g'dab turdi. Shundaqdimi ajal qilichi oxir uni orzusiga yetkazmadi. Alam hodisi uning bo'ynidan ajrab yiqildi. Savob o'ldirilgandan keyin alam yerga tashlanib, uni ko'tirdigan odam chiqmay, to'pig'i melinib, patparaqchilikda dasilib ketdi. Har qaysi nuqtalardagi jang qaynami. Urush chaqi mushriklarning alami atrofida jiddiy aylanayotgan paytda cho'ng maydondan jang maydonidan har qaysi nuqtalardami dahshatli ilishlar bo'lib o'tgan edi. İmam Ruhi musulmonlarning saflarini g'olib o'ringa ko'targan edi. Ular mushriklar qo'shinni surato'qay qilib shundoq ishkirlab kirib ketdiki, ulug' kalkunga to'lgan kar qilmagandek, ulug' kalkunga to'g'an kar qilmagandek dushman saflari ularning oldida teri-peram bo'lib ketdi. Ular Amid deydi. Bu ularning Uhud urushidagi maxfiy belgisi edi. Abu Dujana raziyallohu anhu beshiga yiliqi qizil balbag'ini o'rab, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qilichini qo'liga ilib, uning haqqini ado qilish uchun haqiqiy iroda bilan jang maydoniga kirib keldi. U dushman bilan botirlik bilan elishib, ularning saflariga ishkirlab kirib ketdi. U oldiga kelganlar mushrikni o'ldirib, mushriklar sepini patparaq qilib atdi. Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu mundaq deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qilishni menga berishni o'tingan bo'lsam-mu, uni menga bermay Abu Dujanaga bergan chig'ida uningdan og'irgan edim. Ko'nglimda men uning hammasi Safiyaning o'g'li Quraysh tursam, uning ustiga, uning oldiga qilishga qo'l tanglab Abu Dujandan burun bargan tursam, yana u qilishni menga bermay Abu Dujanga berdi. Uning nima qilganligini
bir ko'rsam, dedim-de, uning harakatini diqqat qildim. Shuning bilan u yenidan yiliqi qizil balbig'ini chiqarib beshiga o'radi. Ansarlar buni ko'rib, Abu Dujana o'lim sallasini beshiga o'radi deyishdi. U sallani o'rab etib, mundaq ikki misra she'r o'qidi. Menki do'stim bari olgan marddirman. Tog' bag'rida azimatlar oldida. Xudo Rasul qilishni o'ynatib, turmag'ayman orqa safda doldida. Shuning bilan u jang maydoniga etilib kirib, udul kelgan mushrikni jahannamga ustib mangdi. Mushriklar qo'shiniga bizning yordorlarimizga rahim qilmay qilich urib ketayotgan bir kishi ko'zga chiliqdi. Keskin jang maydonida ikki kishi bir-biriga yaqinlab qoldi. Men shu an Alloh taolodan bu ikkisi bir uchrashqidi deb tiladim. Degandek bu ikkalan tutuşup qoldi-da, bir-biriga bir ikkidan qilich urishdi. Eliq mushrik Abu Dujanga qilich urgan edi. Abu Dujana qalqon bilan qo'qdandi. Natijada qalqon uning qilichini tishlab bilib, Abu Dujanga fursat yaratildi. Shunda qilib, Abu Dujana uningga bir qilich urib, uni ikki parcha qilib atdi. Ondan dushmanga piyodaliklar qismining ikki qismiga qilich urib, ishkirlab kirib ketdi. Hatto bir chog'da Quraysh ayollar qo'shinining boshlig'i Indi binti Utbaning yeniga berib qoldi. U ko'z oldida tirikishayotgan bu kishining ayol kishi chiqib qilishni o'ylamagan edi. Abu Dujana raziyallohu anhu mundaq deydi: "Men Uhud kuni bir kishining biz tarafdan yarador bo'lganlarning hammasini qayta qilishlab ketayotganligini ko'rdim. Shuning bilan uningga etilib berib, qilich urmoqchi bo'lgan edim. U cherqirab tashladi. Qarasam, u ayol kishi ekan. Shuning bilan men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qilichni ayol kishining qini bilan bulg'ashdan nomus qildim-da, uningdan qilichimni tortdim. Bu xotun Abu Sufyanning ayoli Hindibitna o'tba ekan." Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu mundaq deydi: "Men Abu Dujanning Hindibitni o'tibining beshiga qilishni rosa tanglab turib, yana uni asta tortib olganligini ko'rdim va Alloh bilan Allohning payg'ambari bilar dedim." Hamza ibn Abdul Muttallib raziyallohu anhu go'yo darg'azab bo'lgan yo'lbosdek tangdossiz jasorat bilan urushdi. U mushriklar qo'shinining o'tirsig'ila bo'sib kirib, ajoyib qaramliq, ajoyib botirlik bilan urushdiki, jangda uning bilan tutishib qolgan xeyli botirlarning beshimi uning oldida go'yo ushib tekkan g'ozongdek to'kilib ketdi. U mushriklarning amaldorlarini yo'qotishda zo'r to'plarni qo'shqiniga o'xshash boshqa nuqtalardagi dushman sarkarlar va sarvarlarga qaqshatquchi zarbalarni berayotganda ushtumtut yiqilib tushdi. Halbuki u bu chog'da muborizchilarning oldingi sepida urush qilyotdi. U jang maydonida tig'ma-tig' elishib, raqibi tarafidan mag'lub qilinib, yiqitilgan bo'lmasdan, balki atoqli shaxslarning tun qorong'usidagi qismatiga o'xshash qasdlab o'ldirildi. Allohning yo'lbisi, bahodirlarning sarkisi Hamza ibn Abdul Muttallib raziyallohu anhuning qasdga uchrashi. Hamza raziyallohu anhuning qotili Vahshi ibn Harb mundaq degan: "Men aslida Jubayr ibn Mut'imning qo'l chakiri edim. Jubayrning tog'isi Tuayma ibn Abdi Badri urushida o'ldirilgan edi. Shunga u keyingi yili Qurayshlar Uhud urushiga atlanganda meni alaydan chaqirib, agar bu qitim tog'am Tuaymanning badliga Muhammadning tog'isi Hamza ibn Abdul Muttallibni o'ldirib, uning qisosini elib beralsang, sen ozod devatdi. Men bir negir yigit bo'lish sifatim bilan negirlarga xos nayrangvozlik mahorati bilan to'nilgan edim. Neyzi ursam hamon naq takkuzatdim. Shunga men Qurayshlar to'piga qiytilib chiqdim. Ikki taraf uchrashib, girallashma jang boshlanib edi. Men chiqib Hamzani kuzatib
qarg'a elishga başladım. U bir chaqda kishilar orasida go'yo oq to'gideklar ko'rinib qilib edi. Bir to'p daraxt, ya'ni yoki bir quram tosh ning keyniga o'tib, Hamzani qarg'a elib o'ltirdim. Alloh bilan qasamki, u oldiga kelganni o'ldirib mang'atdi. Hech kishi uningga taqobil tura olmaydi. Uchtum tut uning oldiga Siboy ibn Arfa qilich tanlab bordi. Hamza uni ko'rib, "Kela, jigdichi qeyrining bolasi", dedi-da, itilib kelib, Siboqqa bir qilich uribla uning beshini dumtavatdi. Uning tini daldangshib, bir ikki qadam ilib yiqildi. Men nayzamni rosa chanlab kuchab otdim. Nayzi berib uning so'nkiga sanjildi. Hatto nayzining uchi uning oldi tarafidan chiqib qoldi. U bu chaqda manga etilib hujum qilgan bo'lsa-mu, lekin pardashlik bera olmay yiqildi. Men uni shu beti qo'yib qo'ydim. U oxir jon o'zdi. Ondan keyin uningdan nayzini sug'urib oldim. Bargohga qaytib yondim. Hamzadan boshqa hech kishi bilan korim bo'lmadi. Chunki men Hamzani faqat qulluqdan qutulish uchunla o'ldirgan edim. Urush oxirlashib Makka qaytib kelib edik. Jubayr meni ozod qilib etdi. Vaziyatni kontrol qilish. Alloh taolaning yo'lbisi Hamza ibn Abdulmutallib raziyallohu anhuning shahid qilinishi musulmonlar qarta zo'r yo'qotish bo'lgan bo'lsa-mu, ammo musulmonlar yanala g'azabni kuchga aylantirib, jang qilib vaziyatni tamoman kontrol qildi. Shu kuni Abu Bakri, Umar ibn Hattob, Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvam, Mus'ab ibn Umayr, Talha ibn Abdullah deb xilajı qismlar bor bu yerda. Qatorliq katta sahobalar shundaq qattiq, shundaq botirona jang qildiki, ularning jasorati oldida mushriklarning jangovarligi sunib, irodasi bo'shab ketdi. O'qiyachilar qismining to'pisi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tog' ustiga o'rlashtirilgan hiliqi o'qiyachi marganlarning jang pallasini yaxshi idora qilishda zo'r to'pisi bo'ldi. Xolid ibn Valid va xoin Abu Amr boshchiligidagi dushman otliq qo'shini musulmonlar qo'shinining so'l qanot qismini bitjit qildi. Ularning keyin tarbiga o'tib, musulmonlarni qo'rshab yo'qotish sharoiti hozirlash uchun orqadan uda 3 qitim hujum qo'zgan bo'lsa-mu, lekin bu margan azimatlar ularga qor yomg'irdak o'q yaqdirib, ularning 3 qitimlik hujumini unumli to'sib, ularni maqsadiga yetkazmadi. Mushriklar mag'lubiyatga yuzlandi. Shiddatlik urush chaqi mana shundaq jiddiy ham keskin aylanmoqda edi. Soni ozgina musulmonlar qo'shini jang maydonida asos jihatdan ustunlikni egallab, ularning g'alaba qilishi mumkinchiligi muqarrarlashib qoldi. Dushman qo'shinining bahodir polvonlarining irodasi bo'shab, jon qutqizib qechish qo'yiga tushgan edi. Ularning jang saflari musulmonlarning shiddatli hujum oldida o'ng so'l oldi keyni hamma tarafdan o'xshash bo'lmagan darajada yemirilib, 3000 dan ortiq mushrik qo'shini necha yuz musulmon bilan emas, balki go'yo 30 ming musulmon bilan jang qilayotgandek holsirab ketdi va musulmonlar ularning ko'ziga jahonda tangdoshi yo'q botir polvonlar sifatida ko'rindi. Quraysh qo'shini musulmonlarning saldak kelayotgan hujumini to'sish uchun barliq tirishchiliklarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, oxir tang kelolmayotganligini, odamlarning irodasi bo'shib ketayotganligini his qilib, amaliyotda qo'l amaldorlar savab o'ldirilgandan keyin alam yerga tashlanib, to'piga milinib qolgan bo'lib, hech kishi uni ko'tarishga jur'at qila olmagan edi, deb izohat beribdi. Chekinishga boshildi va jon qutqizib qechishga majbur bo'ldi. Uzundan beri ularning dillarida yalqinjayotgan qissos o'tlari bir dil o'chib, yo'qolgan shon sharaf va izzat hurmati uni qayta tiklash shirin xayollari qog'u quzg'un bo'lib ushmoqda edi. Ibn Ishoq rahimahulloh mundaq deydi: bir maydon keskin jangdan keyin Alloh taolo musulmonlarga g'alaba ato qildi va o'z va'dasini ishga oshirdi. Musulmonlar ularni qilich bilan bug'doy o'rgandek urib, oxiri jang maydonidan qo'g'lab chiqardi. Shak shubhasizki, musulmonlar mutlaq ustunlik bilan g'alaba qilgan edi.
müşriklar can uyqusiga tushgan edi. Abdullah ibn Zubayr raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Alloh bilan qasamki, men shu kuni müşrik ayol askarlarining boshlig'i Hindi betini Utba va uning hamrohlarining bar yo'q narsalarining hammasini tashlab, kiyimlarini shimaylab qochib ketayotganligini, puturdagi bilayuzuk va xalxallarning ichilib parqarab qolganligini va ularning hech narsaga qaramay qochayotganligini ko'rgan edim, degan. Sahih Buxoriyda Barai ibn Azib raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda biz mushriklar bilan bir maydon kaskin jang qilib edik, ular tikib etishdi. Hattoki men ayol askarlarining yugurishib putlardagi xalxal bilayzuklarini ichilib qolganligini ko'rgan edim. Musulmonlar bir tarafdan qo'g'lab o'ldirib, yana bir tarafdan asir elib, o'lchilarni yig'ishga boshladi, deyilgan. Xo'sh, qarindoshlarım, unda bo'lsa bugungi bevosita o'qib anglatish mushada to'xtasin. Alloh buyursa, adilikka davomini yana davomli diqqatingizga sunamiz. Hozir biz o'qiyotchilar qismining ig'ir savanligi degan bir mazmunga kelib to'xtadik. Adilikka mushu mazmundan boshlab o'qiymiz. Hammanglarning diqqat berganinglarga rahmat. Allah rahmat qilsin. Allah'a emanet.